joyni sotadigan odam yaqin do'stim bo'lsam, men oluvchi tarafdori bo'laman. Lekin ish joy narxini dostoyniy. Narxi 635 million so'm pul. O'zbek pulida. Sputnik 2 etajning orqa taraflari deyiladi belda. Qarang, avval zekash bo'lgan, ko'milgan kattagina ko'cha, bog'cha, maktab, masjid bir odim. Yaqin-yaqinda joylashgan. Eldina 7,5 metr, orqasida bo'lsa 28 metr. Endi turbalarga ahamiyat bermaysiz, chiroylatib gaz tortilib turibdi undan. Ko'rdingizmi? Ve Tashkentskiy uslubda qurilgan uy maydoni 210 metr kvadrat. Darajaxonadan girishingiz bemalol mashinangizni shura qo'yib, bu yerda zelen zona chiroylatib, archalarni daraxtlarni va chevalarni ekib qo'ya berasiz. Va shpaklovkada ishi durish holatida topshiriladi. Ishra bir damlashim o'zim qo'yib beraman agar siz mendan ko'rib xarid qilsangiz shuni. Narxi 640 million so'm pul. Eldindan aytaman, siz video davomida narxini dastoynim albatta yozib keting. Qarang, zinani quyilishini olmatirlar bilan do'qilib quyiladi va birinchi etajni dalani hol balandligini qarang. Patologlarning ishlanishini qarang, ko'r qilinib, ishlanib turibdi. Va birinchi etajdagi plashatka, ya'ni zal. Plashatka degan gapni qo'shilishasizmi? Kommentariya yozib keting albatta. Kattaligini qarang zalni. Birinchi etaj plita bilan bostirilgan divoldan davaraka, ko'r bilan ishlangan. Trezor uchun joylardan qoldirib ketilgan. Oyoqtilar bo'lsa, steshka qilinib turibdi. Menimcha narxini dastoyniy, chunki yerni o'zi ishida 400 million atrofi bo'ladi, ishning yer o'rnining o'zi. Bu yerda esa birinchi etajdagi spalni kattagina, lekin spalni. Plitalar qarang, yaltirab turishini, divorlar oqartirilgan fonning üstüne bir kadar shpaklovka tartib berib, oboy-saboy qilib tashiyverasiz. Bu yerda esa sizni oshxonangiz. Oshxonam yetarlicha katta qilingan. Bu yerda kuxunni qoldirasiz va bu yerda mebel qo'yib bersangiz, bemalol shuni o'zida yeb icharni tashkillashtirib beraverasiz. Sanuzulning kattaligini qarang. Bemalol har sharoit qilsangiz bo'ladi. Bu yerda esa sizni bog' tomoningiz. Qarang. Fonning zelen zona uchun, topchan uchun joylari yetarli. Biz ikkinchi etajni ko'ramiz. Yetdik. Beramallab zinadan chiqqanimizdan keyin bu yerda birinchi spalni ikkinchi etajdagi. Qarang. Korp ishlanib turibdi, divorlar bir qator rod pont urilgan, takizlangan, oqartirilgan. Bu yon tarafda bo'lsa sanuzul. Bu ikkinchi etajdagi spalnining sanuzulning kattaligini qarang. Voy. Ber sovuqda turibdi, sovuqda, chunki o'zingiz xolasangiz plastik, xolasangiz kafel qilib beraverasiz. Bu yerda ikkinchi xona, bu ham spalni. Patologlar ishlangan, korp qilinib turibdi, notajni qarab turibdi, divorlar ko'rganingizdan oqartirilgan va oyoq kiylarni qarang, steshka qilingan, tap-takiz. Bu yerda esa ikkinchi etajni futbolning plashatkasi. Zal. Kattaligini qarang. Bu yerdan patologlari yaxshi bilan ishlanib turibdi. Balkon ham bor. Sizga balkonni bir namoyish etayman. Mana. Balkonning razmeri ham 2 ga 4 ni bilaman. Kattagina balkon. Balkonning namunalari bor.